Assalomu alaykum. YouTube ahli, yaxshimisizlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Xo'p, bugun Qulpnay maydonimizga Navoiydan mehmonlar keldi va terim jarayoni bo'lyapti. Xo'p, navlarimiz Alba sorti, Italiyani Alba sorti. Bu sort Italiyada 2000-yillarda barpo qilingan Albionni avlodi bo'ladi. O'sha Angliyada yetishtirilgan Albion sortini avlodi hisoblanadi. Mana shunday holatda terimchilarimiz teryapti. Xo'p, kitobida Albani 2 kilogacha yozgan bir tupidan, lekin bizning yerlarimizga bali pastligi uchun salgina kamroq bo'lyapti. Lekin shunda ham yomon emas. Xudoga shukr, mana bir tupida 70 ta 80 ta dona bor, xudo xolasa. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar.